Uy tozalik istaydi, bola ona meva istaydi, el ovqat istaydi, hech kim so'ramaydi. Bu xotin nima istaydi deb sizga aytsam deganalar. Bu hal hol va asabingizda eng kulminatsion nuqtasi eringiz nima charchaganida o'tirasan-ku deganda bo'ladi. Shu paytda miyangizda nimadir portlaydi. Zamon ko'tarsa ushbu bilan sasam deb xayol qilasiz. Onalarga hatto kasal bo'lish ham mumkin emas. Axir sizda qildi joningiz bor-ku-bor er o'tizittis maqsad darrov vasiyatnoma yozishga tushadi. Kommentlarda dardingizni to'ston qilib o'tirmang. Babibsan hech kim eshitmaydi. Ular 2 bolali bo'lsa, onalik rejimiga o'tadi. 3-bolada zombi holatiga. 4ta bolali bo'lsa, yashab yurishning o'zi mo'jiza. Bolali onalar kunda faqat bir marta hojatxonaga bemalol kira oladi. U ham eshikning orqasini mahkam ushlab turgan holatda. Ko'p bolali onaga qachon oxirgi marta dam olgansiz desangiz, pasportini chiqarib, bolasi tug'ilgan sanani ko'rsatadi. Bir haftada kamida 2 marta hammadan qochib ketaman degan rejasi bo'ladi. Ammo 10 daqiqada bo'pti, faqat 1 soat dam olsam bas rejimiga o'tadi. Bitta bola ayolga ona bo'lishni o'rgatadi. Bitta bola sabr qilishni, 3ta bola esa bosh og'rig'iga chidashni, bitta bola ayolni neft tolalarsiz yashashga o'rgatadi. Ko'p bolali onani ko'rgach, voy bechara deb rahmingiz kelmasin. Ular eng baxtli, eng kuchli va eng kulgili ayollar. Ham hozir mana shu reysni ko'rib, jilmayib o'tiribdi. Ko'p bolali onalarga jo'natib qo'yamiz.